Men ham katta bo'lsam dunyodagi eng zo'r futbolchi bo'laman. Hozir uyga boraman da dadamga yangi koptok bilan futbol forma oldiraman. Dadajon, hormang. Kel, salomat bo'l. Dadajon, dunyodagi eng zo'r futbolchi bo'lmoqchi edim. Shunga koptok bilan futbol forma olib bering. Nima? Kallang joyidamisan bo'lani? Yana qanaqa futbol? Bordan ko'ra molga qara. Qo'lingdan bitta ish kelmaydi-yu, futbolchi bo'laman deysan o'zingcha. Bor turma edi. Xo'p, dada. Rustamning futbolda zo'r iqtidori bor. Mana ko'rasiz. Hali uni biz chempion qilamiz. Faqatgina siz ishonch bersangiz bo'ldi. Barcha kamchiliklarini o'z bo'ynimizga olamiz. Mana ko'rasiz, Rustam albatta ishonchingizni. Menga qarang domla. Rustamni bo'lar bo'lmas narsalar bilan boshni aylantirib o'tirmang. Men o'zim bilaman nima qilishni. Tushundingizmi? Ruxsat sizga. Lekin xato qilyapsiz. Rustam! Rustam dedim! Ha, dadajon. Bor koptoging bilan ashqal-tashqallaringni olib chiq. Mana dadajon. Olib keldingmi? Bundan keyin futbol yo'q. Tushundingmi? Bundan keyin faqat molga qaraysan. Bor endi. Ahmoq. Futbolchi bo'larmish. Qanday baxtli otalar bor-a? Sen mashina o'tiraversanmi? Yoshingni qara, so'qimga o'xshab. Sen tengi bolla mana otasiga uy, mashina sovg'a qilyapti. Bilasanmi, sho'rgacha hali birorta ishni boshini ushlagani yo'q-a? Yetta kasaltang. Dada, axir o'zingiz. Nima o'zingiz? Bordan ko'ra molga qara. Xo'p. O'zicha hammasi aqlli. Yo'q, men hali dunyodagi eng zo'r futbolchi bo'laman. O'sha,